Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sog' salomatmisizlar? Shvetsiyaga kelganimda ilk e'tibor bergan narsam shu insonlarning xotirjamligi, stress holatiga tushmasligi, erkinligi, hech qayerga shoshmasligi. Nimaga bular bunaqa xotirjam? Nimaga bular bunaqa jilmayib gapiradi? O'zini bosib olgan, hech qayerga shoshmaydi desam, shu aqlini tanishni boshlagan ilk yillari, masalan, bog'chadan keyin maktab yoshiga yetganda, o'sha maktab ta'limi davrida o'sha yoshlar, bolalar endi aqlini rivojlanayotgan paytda o'rgatisharkanki, stressni yomon ekanligi va inson salomatligiga katta zarar ekanligi va barcha kasalliklarni boshi ana shu stressda ekanligi uqtirilar ekan. Haqiqatan ham shunday va keyinchalik shu biza shvedlar bilan yaqin munosabatga kirishganimizda, ya'ni tilini o'rganib, madaniyatini ko'rib, birga ishlab faoliyat olib borganimizda ham ana shu narsaga juda ko'p e'tibor berishadi, ko'p aytishadi. Stress qilmagin, shoshmagin, xotirjam bo'lgin, sekin bajargin, tez yurmagin. Hozirgacha shunaqa xitoblarni eshitib qolamiz. Ha, albatta endi Shvetsiyada iqtisodiy farovonlik bor, o'ziga ishonch bor, albatta ertangi kunga qandaydir umid bor, lekin baribir bu ham asos bo'la olmaydi. Sababiki boylik, iqtisodiy farovonlik ba'zida insonni xotirjam qila olmaydi. Biz buni turli misollarda ko'ryapmiz. Bu yerda faqatgina gap o'sha inson salomatligi bilan bog'liq. Aytib o'tganimdek, shu narsaga juda qattiq e'tibor berishadi va barcha kasalliklarni va insonni yemirishi mumkin bo'lgan barcha ana shunday noxush holatlar eng avvalo stressdan, ruhiy xotirjam bo'la olmaslikdan, shoshilishdan, o'zidan qoniqmaslikdan kelib chiqadi deya ishonishadi. Va albatta har doimgidek xulosa qilib aytadigan bo'lsam, muqaddas dinimizda ham bu narsaga alohida e'tibor qaratiladi va aytaman-ku doim bu yerda yevropaliklarda o'sha islomdagi eng muhim qonun-qoidalar, foydali jihatlar olingan. Xulosa o'zingizdan. Salomat bo'ling.